Mana qaranglar, juda zo'r bo'lib turibdi. Magnolia grandiflora piramida shaklda, tepalari zich o'sgan u, nima pastlaklari o'smagan uchun kesib tashlaganmiz mana. Xudo xolasa ichidan zichilashib chiroyli bo'lib qoladi. Qaranglar. Mana bu yerda klionimiz bor edi. Buni ham kesuvdik, osilib ketuvdi. Mana bu yerda magnolia listopadniy bor. Buni ham kesuvdik, shakl qiluvdik. Azgi shoxlarini kesuvdik, akkuratni qilib. Mana bu yerda ham mana antlarni kesib tashlavdik, shoxlarini. Bu ham listopadniy magnoliyalar. Bu yoqda aturgullarimiz mana boyaga haligacha gullayapti, qaranglar. Dekabrda bo'lsa ham, yanvar mana xudo xolasa, shunda ham gullayapti. Hozir bularni bir tekis qilib kesamiz, chiroyli qilib. Shtam aturgullari ham bormamdi. Buni ham bitta ikkita shoxlari qoldirdik, gullab turgani uchun. Buni ham hozir kesamiz. Bir tekis qilib, tagidan emas, tizza bo'yi 50-60 sm qilib bardor qilib kesamiz. Mana bu alandir qorda qiyshayib ketgan. Qaranglar.